Assalomu alaykum barchaga, sizlar bilan Fezrus. Vos, bir donlarga chiqamiz, nimalar bor ekan. Ekinlarimiz o'sibdimi, bir ko'ramiz. Yo, mana o'sibdi-ku. Hammasini olamiz. Yaxshi. Do'stlar, biz ekinlarni endi sotsak ham bo'lar ekan. Rais aytdi, endi bemalol pul ishlaymiz. Endi bizga yaxshi bo'ldi. Sotuvchi kim desanglar, mana bo'mich bo'ladi. Esa bo'michga sotamiz. Xo'sh, sizlarga nima gaplar yozinglar kommentariyaga. Xo'sh, bularni endi sotamiz. Bir bo'mich do'koniga boramiz. What's up bo'mich? Voy, qanday? Yaxshimisan? Nima qilyapsan? Men ekin sotib olaman. Ha, menga bor edi. Ha, nima sot? Xo'p, sandig'ingga solib qo'yaymi? Ha, sandig'imga sol. Yaxshi. Mana sendan 15 ming bo'ldi. Bo'pti, bro. Ana sotib ham bo'ldik. Xo'sh. Uyga bir kiramiz. Nechta pulimizni qo'shib qo'yishimiz kerak. Endi bu pulga bir kompyuter olishimiz kerak. Bu nima edi bu? Xo'sh, endi biz uyimizni yangilashimiz kerak. Bir anaqa sement chaqiruvdim, kelibdi ana. Buni olishimiz kerak. Uyimizni qaranglar, bir qo'li eskirib yotibdi. Uyni yangilamasak bo'lmaydi do'stlar. Xo'sh. Mana kilkani olamiz, mana bizning zakazimiz kelibdi-yu. Ularni olamiz. Do'stlar, kanalga like bosishni unutmanglar. Yaxshi, bular kelibdi-yu. Ularni olamiz. Buni ham. Xo'sh. Uyimizni nima yangilaymiz? Chunki uyimiz sementga zax o'tib, oqshomlari yaxlayapmiz. Raisdan ruxsat olgandim. Rais xo'p dedi va men uni deyapman. Xo'sh, mana uni hammasini olamiz. Uyimni daraxtini ham o'zgartirsammikan? Kommentariyaga yozinglar, qani nima bo'lar ekan. Ana blogimizni ham olib keldik ana endi. Uyimizni boshlaymiz. Xo'sh, qayerdan edi? Mana bu yerni qilamiz. Bu yerga yetadimi? Da, yetar ekan. Mana bu yer bizga kerak emas. Uyimiz zo'r bo'ladi, xudo xohlasa endi ko'ramiz. Mana buni ham buzamiz. Yaxshi, mana buni ham. Bularni bitta buzishimiz kerak. Yaxshi. Chiroyli bo'lyapti uyimiz. Ani past chiqamizda blok yetadimi yo'qmi buni bilamiz. Yaxshi. Bu rangini qaraydi. Kursa bo'lak chiqib ketdimi? Buni nima ikkita?
Yaxshi, buniyam buzamiz, buniyam. Ya, tushib ketdik-ku. Kun yomon qizdiryapti. Quyosh tepamizga, voy jinar. Yaxshi, buniyam. Ana bo'ldi-yu. Endi bularni qo'yib chiqamiz. Yaxshi. Hoppa, buni ham qo'yamiz. Va ana chotki. Past qolib ketibdi. Bu yerda ham buzamiz. Yaxshi. Leb yurib topdim, onu tushib ketmasin. Chiroyli bo'ldi. Ana biri ikkita bor ekan. Ana uyimizni qaranglar. Rangi zo'r bo'ldi. Ana shunday, mana bunday. Ana biri ikkita bo'lishi kerak. Ana uyimizni bo'ldik do'stlar. Kommentariyaga qoldiringlar o'z fikrlaringizni. Uyimiz qanday, zo'rmi? Ana buni qo'yib qo'ysak zo'r bo'lar ekan-a? Bo'ldi, chotki bo'ldi. Xayr do'stlar, barchaga keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'ling.